hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi sessiyamizda xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashiga saylangan 18 nafar deputatdan 16 nafar ishtirok etmoqda. 2 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra qatnasha olmayapti. Deputatlar hisobidan kvorum yetarli. 7-chaqiriq xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining 25-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Hurmatli deputatlar, sizlarning ijozatlaringiz bilan xalq deputatlari shahar kengashining 25-sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Chaqiriq xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining 25-sessiya ishida shahar kengashi deputatlari, shahar hokimining o'rinbosarlari, tegishli korxona tashkilot rahbarlari, siyosiy partiyalar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 12-Nizomiddin Zokirov saylov okrugidan deputat Sidiqova Marhaba Ergashevni sessiya kotibini saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi, hurmatli deputatlar? Yo'q bo'lsa, taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Marhamat, o'z joyingizga egallashing mumkin. Endi ovoz berish va o'tkazish, uning natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Nosirov Janish Mamajonovich, 11-Hunarmandlar saylov okrugi deputati, komissiya raisi. Anziratova Dilfiza Kamolovna, 19-Rahima Islomova saylov okrugi deputati, komissiya a'zosi. Xudoyberdiyeva Shahlo Egamberdiyevna, 17-Qorarobod saylov okrugi deputati, komissiya a'zosi. Sanoq komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tartibi bo'yicha boshqa takliflar bormi, hurmatli deputatlar? Bu holda sanoq komissiyasi a'zoligiga nomzodlar ro'yxatini ovozga qo'yaman. Rozilar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman.
Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining 25-sessiyasini kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga 5 ta masala kiritilgan. Sessiya kun tartibi barchalarimizga tarqatilgan, tanishtirishga ehtiyoj bormi, hurmatli deputatlar? Shu bilan birgalikda sessiya reglamentini ham tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun 10 minutgacha, savol-javob uchun 5 minutgacha, ma'lumotlar uchun 3 minutgacha. Amaldagi tartibga muvofiq kun tartibi bo'yicha shahar kengashi deputatlari, partiya guruhlari fikr, mulohaza va takliflar berishlari mumkin. Kun tartibi va reglament bo'yicha qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q. Bo'lmasa kun tartibi va reglament tasdiqlansin degan deputatlarimiz qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Birinchi masala. Kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 1-sonli qarori, 2026-yil 5-yanvardagi PK 2-sonli hamda 2025-yil 18-martdagi respublikada kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 111-sonli qarorlari ijrosi to'g'risida. Ushbu masala yuzasidan axborot berish uchun so'z Kattaqo'rg'on shahar prokurori Kabirov Sanjar Muraqulovga beriladi. Marhamat, Sanjar Muraqulovich. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugungi kunda muhtaram prezidentimizning rahbarligida mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari bilan kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilib, jinoyatlarning omillari, obyektiv va subyektiv sabablari o'rganilib borilmoqda. Mazkur islohotlarning samarasi barcha sohalarda qonun talablariga so'zsiz rioya etishga, jinoyatchilik kabi illatning oldini olish bevosita bog'liqdir. Shahar prokuraturasi tomonidan shaharda qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy, siyosiy va kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish borasida qator tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, joriy yilning 6 oy davomida shahar prokuraturasi tomonidan shaharlardagi turli sohalarda jami 45 ta tekshirishlar o'tkazilgan bo'lib, o'tkazilgan tekshirish va tahlillar davomida jami 2430 ta qonun buzilishi holatlari aniqlanib, 301 ta prokuror nazorati hujjatlari qo'llanilgan. Mazkur aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan noqonuniy qabul qilingan 122 ta qarorlar, protestlar kiritilib, qonun buzilishi, ularning kelib chiqish sabablari va bunga imkoniyat yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida 67 ta taqdimnoma kiritilgan. Biroq o'tgan davrda kiber jinoyatlarning ortib borayotganligi, jinoyatlarning aniqlash hamda o'z vaqtida va to'liq hisobga qo'yilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatganligi jinoyatchilikning sur'atiga o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Xususan, 2026-yilning 1-yarim-yilligida shaharda 163 ta jinoyatlar hisobga olinib, uning 26.7% yoki 44 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni, shundan 24 tasi mahallada oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qilgan. Sodir etilgan jinoyatlarning 72 tasini aniqlanadigan, 47 tasini axborot texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar tashkil qilgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida joriy yilning mos davriga nisbatan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar kamayib, shahardagi mahallalarning 24 tasida jinoyat sodir etilmadi. Shaharda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlardan qotillik, oilaviy zo'ravonlik, talonchilik jinoyatlari sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Lekin ayrim mahallalarda profilaktik tadbirlar yetarli darajada olib borilmaganligi oqibatida o'g'irlik jinoyati o'tgan yil shu davrga nisbatan oshganligi ma'lum bo'ladi. Ushbu jinoyatni mahallalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, oq oltin,
Amur Temurda 3 tadan, Biyonxol va Nurafshonda 2 tadan, Damariq, Chinobod, Kunjupay, Go'zalkent, Zarifobod va Ziyolilar mahallalarida o'g'irlik jinoyatlari sodir etilishga yo'l qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. 7lik rahbarlariga qo'l ostingizdagi xodimlaringiz bilan ishlarni jadallashtirishingizni so'rayman. Prezidentimizning PQ1 va 2-sonli qarorlari ijrosi yuzasidan mahallalarda kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadida joriy yilning birinchi yarmida 30 ta namunaviy xavfsiz ko'cha va 16 ta namunaviy xavfsiz uy tashkil qilinib, mahallalar va boshqa aholi gavjum joylarda 60 ta video kuzatuv, 26 ta PTZ, 30 ta yuz va avtoraqamni tanib oluvchi kameralar, 40 ta domofon komplekslari o'rnatilgan. Natijada o'rnatilgan kameralar yordamida qidiruvda yurgan 6 nafar shaxs ushlangan, jazodan bo'yin tovlab kelgan. Probatsiya hisobidagi 12 nafar shaxslarga chora ko'rildi. 8 ta transport vositalari ushlandi hamda 2 ta jinoyatlar fosh etildi. Shahar himoya qiluvchi organlari tomonidan hokimlik hamda boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda voyaga yetmagan yoshlar, ayollar va boshqa alohida toifadagi shaxslar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish borasida olib borilgan ishlar natijasida 2026-yilning 6 oyida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir qilgan muqaddam sudlanganlar soni 20%, ga, yoshlarda 80%, ga, ayollarning 100% ga kamayishiga erishilgan. Shahar prokuraturasi tomonidan davlat rahbarining qarorlariga asosan hududlarda kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlar olib borilmoqda. Xususan joriy yilning o'tgan davrida mahalla hududida sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar yuzasidan o'z xizmat vazifasini lozim darajada bajarmagan 22 nafar huquqbuzarlar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi shaxslar intizomiy javobgarlikka tortilgan. Shahar prokuraturasi tomonidan jinoyatchilikni jilovlash, uning sabab va omillarini bartaraf etish borasida huquqni himoya qiluvchi va boshqa mutasaddi idoralar hamda keng jamoatchilik bilan o'zaro hamkorlikda yil davomida ham zarur chora-tadbirlar amalga oshirilib boriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Marhamat, hurmatli deputatlar. Mavzuga savollar bo'lsa. Prokuratura tomonidan shu aynan qaysi mahallalar, qaysi mansabdorlar va profilaktika subyektlari faoliyatida tizimli kamchiliklar aniqlangan. Endi bu yerda intizomiy javobgarlikka tortganmiz. Mahalla 7ligi bo'yicha 56 nafar shaxslar intizomiy javobgarlikka tortilgan. Bu yerda hokim o'rinbosaridan boshlab profilaktika inspektorlari, mahalla 7ligi xodimlari, mahalla raislari hammasi bor. Kim yo'l qo'ygan bo'lsa, qaysi mahallada sodir etilgan bo'lsa, oshgan bo'lsa, hammasiga chora ko'rilgan. Doimiy komissiya xulosasini o'qish uchun so'z korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Nosir Jo'rayetovga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Kattaqo'rg'on shahar prokurori Kabirov Sanjar Murakovichning 2026-yilning 2-oyroq davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi PQ1 sonli qaror hamda 2026-yil 5-yanvardagi PQ2 sonli hamda 2025-yil 18-martdagi respublikada kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ111 sonli qarorlar yuzasidan axborot to'g'risida xulosa. Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari doimiy komissiyasi tomonidan Kattaqo'rg'on shahar prokurori Sanjar Kabilovning yuqorida aytilgan qarorlari bo'yicha axboroti atroflicha o'rganib chiqildi. Hammamiz hozir eshitganimizdek muayyan ishlar amalga oshirilgan, tegishli yo'l xaritalari tasdiqlangan va doimiy komissiya tomonidan yuqoridagi diqqatli o'rganib chiqildi va komissiya shunday xulosa qiladi. Hurmatli deputatlar, shahar prokurori Sanjar Kabilovning 2-chorak davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ1 sonli qarori, 2026-yil 5-yanvardagi PQ2 sonli hamda 2025-yil 18-martdagi respublikada kriminogen vaziyat kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi 111 sonli qarorlar yuzasidagi tayyorlangan Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raymiz.
Deputatlar qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha savollar, fikr mulohazalar bormi? Betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masala shaharda huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida 2026 yilning 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobot. Ushbu masala yuzasidan Kattaqo'rg'on shahar Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i Do'sanov Shuhrat Murtazovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Kattaqo'rg'on shahar Ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026 yilning 6 oy davomida shaharda huquqbuzarliklarni oldini olish va profilaktikasini amalga oshirish, jinoyatchilikka qarshi kurash borasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha joriy yilning 6 oy davomida Kattaqo'rg'on shahar Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda profilaktik ishlar amalga oshirildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2026 yilning 6 oy davomida Kattaqo'rg'on shahrida jami oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 12% ga, 50 tadan 44% ga kamayishga erishilgan. Jinoyatlarning 44 tasi 26,9% oldini olish lozim bo'lgan 72 tasi aniqlangan jinoyatlar, 47 tasi kiber jinoyatlar tashkil etiladi. Jinoyat turlaridan firibgarlik jinoyatlari 9,1% ga, yengil tan jarohati yetkazish 50% ga, o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish 50% ga, yo'l transport hodisalari o'tgan yil shu davrga nisbatan 10 tadan 4 taga kamayishga erishilgan. Bir vaqtda mahalla hududida oldini olish lozim bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazish 100% ga, o'tgan yil bo'lmagan bu 2 taga nomusga tegish 100% ga, transport vositasini olib qochish 100% ga oshib ketishga yo'l qo'yilgan. Bezorilik, o'g'irlik, o'lim bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalari teng holatda kamayishga erishilmagan. Shunday ekan, mahallada profilaktik tadbirlar olib borish natijasida hozirgi vaqtda 24 ta mahallada jinoyat sodir etilishga yo'l qo'yilmadi. Shundan 6 tasi sariq, bittasi qizil mahallalarni tashkil etadi. Joriy yilning 6 oy davomida Kattaqo'rg'on shahar Ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizlik xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limlari xodimlari tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan bir qator profilaktik ishlar amalga oshirildi. Jumladan profilaktik inspektorlar tomonidan 173 ta spirtli ichimlik ichishga ruju qo'ygan shaxslardan 35 nafari majburiy tartibda davolanishga yuborildi. 47 ta huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha turli organlarga ta'minotlar kiritildi. 15 ta jinoyatlar profilaktik inspektorlar tomonidan fosh etildi. 3 nafar hududdagi shaxslar profilaktik inspektorlar tomonidan ushlandi. 2026 yilning 6 oy davomida ma'muriy nazorat qonun ta'siri ostiga tushuvchi 33 nafar muqaddam sudlangan shaxslardan 26 nafari yoki 78,7% profilaktik inspektorlar tomonidan ma'muriy nazoratga olindi. Bundan tashqari ma'muriy nazorat turgan shaxslarga nisbatan ma'muriy nazorat qoidalarining buzganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 226-moddasi asosan 2 nafar ma'muriy nazorat turgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan, ya'ni jinoyat sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklar aniqlanishda biz o'tgan yilgi 6 oyga nisbatan 839 taga 31,4% ga ko'p rasmiylashtirilgan. Hozirgi vaqtda jinoyatchilikni oldini olishga ahamiyatli bo'lgan moddalar bo'yicha, misol uchun jamoat joyida spirtli ichimlik iste'mol qilish 636 taga, 282 tadan 918 taga yoki 325% ga ko'p aniqlangan. Mayda bezorilik holati 363 taga, 245 tadan 608 taga yoki 167 unda 4% ga har bir profilaktik inspektorga bu ko'rsatishimiz 18.4 dan to'g'ri kelgan. Ma'muriy qamoqqa olish bu jinoyatchilikni oldini olishga eng ahamiyatli ma'muriy qamoq 6 oy o'tgan 6 oyga nisbatan 76 taga, 251 tadan 322 taga yoki 33.2% ga ko'p aniqlanib, ma'muriy qamoq jazosi ta'minlanishiga erishganmiz. Voyaga yetmaganlar va yoshlar bilan ishlash yo'nalishida shahar hududida voyaga yetmaganlar yo'nalishida olib borilgan profilaktik tadbirlar maqsadida olib borilganligi joriy yilning 6 oy davomida voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyatlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan
uchtaga teng holatda saqlangan. Shuningdek, yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27.7%ga 11tadan 8taga kamaygan. Hududda voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida jinoyatchilik va ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etishni barvaqt oldini olish borasida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan 28 nafar voyaga yetmagan o'g'il-qizlar dars mashg'ulotlariga sababsiz qatnashmasdan ota-onasining nazoratisiz ko'chada va bozorlarda daydib yurganligi sababli viloyat voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga joylashtirildi. 415 nafar ota-onalarga nisbatan profilaktika inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksning 47-moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. 34 ta ko'ngilochar maskan egalariga nisbatan profilaktika inspektorlari tomonidan voyaga yetmagan shaxsni tungi vaqtda ota-onasidan bir yoki uning o'rnini bosuvchi shaxsning kuzatuvsiz ko'rsatilgan bo'lsa bo'lishiga yo'l qo'yganligi sababli ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksning 188-moddasi 2-qismi asosan choralar qo'llanib kelindi. Xotin-qizlar yo'nalishida Kattaqo'rg'on shahrida xotin-qizlar o'rtasida jinoyat va ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar olib borildi. Bu xotin-qizlar tomonidan jinoyat sodir etishga yo'l qo'yilmadi. Joriy yilning 6 oy davomida 162 nafar tazyiq va zo'ravonlikka jabrlangan xotin-qizlar aniqlanib, ularga himoya ordenlari berildi. Bundan tashqari 7 nafar shaxslar tomonidan himoya ordeniga belgilangan cheklovlarni buzganligi uchun ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksning 206-1-moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganligi uchun bundan tashqari 47 nafar shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi MJTKning ya'ni oila turmush doirasida oilaviy zo'ravonlik sodir etganligi uchun 47 nafar shaxslarga ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksning 59-1-moddasida ko'rsatilgan javobgarlikka tortildi. Probatsiya yo'nalishi bo'yicha 2026-yilning 6 oy davomida Kattaqo'rg'on shahar jamoat xavfsizlik xizmati probatsiya guruhi tomonidan hozirgi vaqtda 248 nafar nazorat ostida shaxslar mavjud bo'lib, 245 nafari jazoni o'tamoqda. Joriy yilning 6 oyida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi tomonidan guruh hisobida turib sud tomonidan tayinlangan jazolarni o'tashdan qasddan bo'yin tovlaganligi sababli jami 11 nafar axloqsizlanish jazosini o'tamaganligi uchun jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on shahar sud tomonidan Jinoyat kodeksining 46-moddasi 4-qismiga asosan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi va 13 nafari ozodlik cheklash jazosini o'tamay bo'yin tovlaganligi uchun 48-1-moddasiga asosan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilib, hamda jazoni o'tash tartib-qoidalariga qat'iy rioya etib kelgan 22 nafar nazorat ostidagi shaxslar Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha 6 oy davomida shahar hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari 4 taga, ya'ni 6 taga 60% ga kamaygan. 4 ta bo'lgan. Bu yerda yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlar bitta, tan jarohati olganlar soni 3 nafar. Bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalari bitta. Shahar hududida yo'l transport hodisalari sodir etilishini oldini olish bo'yicha jami 38 marotaba reyd tadbirlari o'tkazilgan. Ushbu tadbirlar davomida 476 ta ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. 42 ta mast holda transport vositasi boshqarganligi bo'yicha transport vositalari jarima maydonchasiga qo'yilgan va qolgan 357 ta boshqa jarimalar qo'llanilgan. 3 ta serqatnov odam o'tadigan joylarda svetoforlar o'rnatildi. 48 ga yaqin maktab va boshqa tashkilotlar oldiga yo'l belgilari o'rnatildi. Ma'lumot tugadi. E'tiborchi shunaqa. Hurmatli deputatlar, hisobot bo'yicha kimda savollar bor? Assalomu alaykum. Shuhrat aka, mana hisoblaringizda mana nomusga tegish, transport vositasini olib qochish, og'ir tan jarohati yetkazish o'tgan yili bo'lmagan bo'lsa, bu yil mana o'sha sodir bo'lgan ekan. Shu qaysi mahallalarda shu samarasiz ish olib borilganligi bo'yicha bir mansabdor shaxslarga bir choralar ko'rildi. Shularni bir to'xtalib o'tsangiz. Rahmat. Bu og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlari Qo'shqovuz va Masjid mahallalarida sodir etildi. Bu Qo'shqovuz mahallasida sodir etilgan jinoyatimizda ham xuddi shunday nikohsiz, shar'iy nikoh ham yo'q, hech qanday nikohsiz yashagan Ishtixon tumani fuqarosi, bir tomoni Kattaqo'rg'on tumani fuqarosi. Buni akalari kelib qolish natijasida og'ir tan jarohati berganmiz. Bu bo'yicha hozirgi vaqtda jami Kattaqo'rg'on shahrida 30 ta mahallalarda ijarada qo'yuvchi 220 ga yaqin shaxslar aniqladik. Ijaraga qo'yuvchilar mahallalar kesimini aniqlab chiqib, ularga nisbatan birinchi navbatda hozir bespropiska qo'yganligi uchun 223-moddasi
birinchi qismi bilan keyin 59 moddasi ijara shartnomasi qilmasdan qo'yganligi uchun 59 moddasiga asosan jarimalar qo'llanib kelyapti. Profilaktika inspektorlarimiz shunga yo'l qo'yganligi uchun mana G'arib Mashq mahalla profilaktika inspektori lavozimidan senat bo'ldi. Hozir Jomboy tumaniga inspektor psixolog lavozimiga o'tkazildi. Bu bo'yicha viloyat xizmat tekshiruvi o'tkazilgan. Ikkinchi jinoyatimiz xuddi shunday G'arib Mashq mahallasida mahalla yettiligini, profilaktika inspektorini nazoratsizligi, bilmaganligi sababli bu sobiq turmush o'rtog'i tomonidan nima qilinib, bu og'ir o'tkazib 7 kunlab uyda nima jasad qolib ketdi. Shuni aniqlagandan keyin mana shu og'ir jinoyat ham shu yerda G'arib Mashq mahallasi sodir etishga yo'l qo'yildi. Mahallaning befarqligida. Marhamat. Shuhrat aka mana kuni kecha Kattaqo'rg'on shahrida katta reyd o'tkazildi. Mana shu reyd o'tkazilganida mana shu kechqurun bizani Kattaqo'rg'on shahrimizda hozir oqib kelgan katta muammomiz bo'lgan. Kechqurun mashinalar haqiqiy boshqarib birdan kamayapti. Birdan nima kirib ketadi, hamma mahalla birinchi qoladi. Ana shu 3 kun 4 kun ichida necha marta reyd qilingan bo'lsa, kechqurun 2-3 ga avtomobillar mana kechqurun ancha tartibga kirib qoldi. Savol shundan bo'lib, Shuhrat aka mana oldimiz yo'q. Shuni bir yana davomli reydlarni ko'paytirish yoki qanaqadir boshqa ta'sir choralari reja qilyaptimi yo'q shu haqida gapirsangiz. Hozir Xavfsizlik va sog'lomlik 1-iyuldan 30-iyulgacha tadbir ketyapti. Bu bo'yicha reyd doimiy ketyapti. Endi hozir mana bu reydni viloyat miqyosida o'tkazdik. Viloyat miqyosida o'zimizning shaharda otryadni imkoniyatdan kelib chiqib doimiy ravishda reydlar bu avtobuslar tashkil qilinib, barlarda, kafe barlarda yurgan, voyaga yetmaganlar, nazoratsiz yurgan, voyaga yetmaganlarga qarshi mana shu kechqurun mana ikkita mototsikl paydo bo'lgan ko'chada. Shu bo'yicha qarshi reydlar olib boryapti. Kattaroq auditoriyada keyin bu sharmanda qilib intervyusini olib, men pushaymonman, men sharmandaman deb otasidan, boyagi o'zidan olish kerak-da. Ta'sirchan chora shuda. Mahallada. O'shani sizdan iltimos, men bizning uyga ham juda dahshat eshitiladi-da bu reyd. Shuni reydni bir qilaylik. Reydni ta'sirini o'sha muhokamasini kuchli qilish kerak. Bo'ptimi? O'shani qilsangiz, Sanjar aka to'g'rimi? Birgalikda bitta sharmanda qilib mahallada nuroniy bor. Tohir aka, endi nohisob deb kerak bo'lsa urishib dabdalasini chiqarish. Kechasi 4 ga keldi. Bir tadbirga Samarqandga ketmoqchi edik. Turib qaror bilan gaplashyapmiz. Qaror beryapti. Soat 3 dan mana shu yerda shunaqa bo'lyapti. Yurib o'sha aytgan gaplarimiz. Xuddi mana shunday bo'lishga. Shu uchun yo'ldagi boyagi lejashi politsiyskilarni ham o'zlari qo'porib tashlayapti. Endi bundan keyin katta yo'llarga u politsiyskiy qo'yilmaydi. Mana sizlar mana shu deputatlar qarori bilan shu katta yo'limizga politsiyskiy qo'yuvdik haligi. Boyagi nima deydi o'zbekchasini? O'zbekchasi bilmayman. Yo'llarda ko'p avariya bo'lgan joy harbiy qismni to'g'ri bo'lgan. Ha. Yo'q, boya lejash politsiyskini deputatlar qo'ymovdi, ikkita o'lim bo'luvdi. Qo'ydik, o'shani tez haydab, keyin o'zlari uyushtirib ham olib tashlayapti-da, mashina tariganda. Endi qonun bo'yicha u katta markaziy yo'llarga lejash politsiyski qo'yilmaydi. Olib tashlaydi. 17-maktabda oldi ko'p avariya bo'lgani sababli ham o'rnatilgan. Yosh bola o'ldirdi. Kameralar nazorat jarima qo'yish yo'lga qo'yish kerak. Kameralar. Mashina haydashni bilib bilmay haydaydigan noinsoblar bor. U kuni ko'ryapman, 6 yosh bolachani haydashni bilmaydi-da. Bosib, yezib o'tib ketyapti-da. Xudo asrasin-da bu narsalarni. Hammamiz ham farzandim deb yashaymiz. Begunoh ko'chada ketayotgan maktab o'quvchilarini uchirib ketyapti haligi noinsob. Shu uchun yoshlar juda qattiq ishlash kerak bu bo'yicha. Ayniqsa yoshlar o'rtasida ko'p bo'lyapti bu. Amalga oshirilgan ishlar mana KPI asosida baholanib borgan. Rahmat. Haqiqatan ham KPI baholash tizimi yo'lga qo'yilgan. Har bir profilaktika inspektor hududida mana shu jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan ma'muriy huquqbuzarliklar, fosh etgan jinoyatchilik bo'yicha 86 baldan kam ball olgan profilaktika inspektor attestatsiyaga qo'yiladi. Shu KPI baholanish bo'yicha baholanib, har bitta xodimni o'zining bahosi berilyapti. 86% dan ziyod olgan xodimga har kvartalda
3 milliondan 5 milliongacha nima poshina berilib borilyapti. Shuning uchun xodimlarni ishini nimasini oshirishga qaratilyapti. Marhamat. O'rtaga so'rovnoma hisobotingizni aytib o'tdingiz. 28 oyga yetmagan bola ko'chada yuribdi. Yurgani uchun maxsus markazga joylashtirilgan. Bu holatlarda qaysi mamlakatda ko'p uchrayapti? Qaysi maktabda deydilar? Yo'q, deydilar endi ko'proq bozor hududida bizda boshqa tumandan, boshqa viloyatdan ham kelib hattoki yurganligi, uni shaxsi aniq bo'lmaganligi sababli bu olib borilyapti. Quyida o'zimizni Kattaqo'rg'on shaharni aholisi daydib yurgani yo'q. Qaysi maktabiga tursa, maktab aniqlanib, birdan maktab o'qituvchisi, sinf rahbari chaqirtirib buni chorasi ko'rilyapti. Asosan bizga bozor bo'lganligi uchun bozor hududida ko'proq. Shuhratga nechta bola profilaktik ro'yxatda turadi maktab o'qish, voyaga yetmagan? Hozirgi vaqtda 57 ta. Bo'ltonlar bor, boshqa 47, masalan 72 soatdan ziyod dars sababsiz qoldirsa, uni 1-2 marta ogohlantirsa, 47-modda bilan ogohlantirgandan keyin ham dars qoldirishni davom etgandan keyin biz profilaktik hisobga olganmiz. Tarbiyasida o'zgarish bo'lsa, xulqi, oilasida bir muhit yaxshi bo'lmaganligini qo'yganmiz hisobga. Ota-onasini ham, ota-onasini o'rnini bosuvchi vasiyni shaxsga. Siklon mahallasida bordan shu mutomlar bolalar bozor hududida yuradi, maktablarga shunday pagoda beryapti, to'g'rimi? Jinoyat sodir qilgani ham bor Siklon mahallasida. Aniqlab ular ro'yxatga chiqdi. Yana savollar bormi? Marhamat. Shu yerda hozirgi qilgan ma'ruzangizda juda bir bizani barchamizni xursand qiladigan bir ma'lumotni aytdingizda, xotin-qizlar tomonidan umuman jinoyat sodir etilmadi. Bizani albatta xursand qildi, lekin mana bu yerga bir tashvishga soladigan bir muammo bo'lyapti. 162 nafar xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka uchragani hamda ularga himoya orderi berilganligi haqida gapirmoqda. Bu oilaviy zo'ravonlik holatlarini ortib borayotganini anglatmaydi. Endi birinchi martasida haqiqatan ham oila turmush joyida maishiy zo'ravonlik 59-prim 1-moddasi bilan prim 2-moddasi bilan sudga olib chiqilyapti. Haqiqatan ham bu hammasini ham endi murosaga keltirmasak, ajrimlar soni ham oshib ketyapti-da. Shuning uchun himoya orderi berib, unga bir oy vaqt berib, muddat berib, mana mahalla 7lik nuroniy imom xatiblarni jalb qilgan holda bularga muddat berilib, o'zgarishiga qaratyapmiz hozir. Hammasini ham endi oxirigacha olib borsak, ajrim soni ko'payib ketadi. Ko'p haqiqatan oila turmush doirasida kelishmovchilik, uchun shaxs aralashuvi degan narsalar juda ham ko'p. O'zingizni mahallangizga borib, o'zingiz bilan birgalikda ham ko'p narsalarni muhokama qildik. Mahalla qattiq ishlash kerak. Shu o'rtaga menda ham bitta savol borda. Shu mahallalar kesimida baribir tahlil qilgansizlar. Jinoyatchilikni o'sha kamayishiga ta'sir ko'rsatuvchi o'sha faktorlar yoki oshishiga ta'sir ko'rsatuvchi mahallada. Masalan, qaysidir mahallada nimadir ko'payishiga nima ta'sir ko'rsatyapti yoki kamayishiga qanaqandir kimdir ta'sir ko'rsatyapti. Endi hozir xonadonboy yurish tizimini yo'lga qo'yganimiz bilan mahalla 7ligi to'liq o'sha har kuni kamida 10 tadan xonadonga mahalla 7ligi bilan haqqoniy kirib chiqqanligi mahallalarda sezilarli darajada kamayadi. Lekin mana G'arimachi, Amir Temur mahallasida bu yerda kelib yashovchi fuqarolar, kuniga kelib ketuvchi, hozirgacha Amir Temur mahallasida yashovchi fuqarolarni mahalla raisi tanimaydigan holatlar o'sha. Ko'p harbiy qism, boshqasi harbiy qism oila a'zolari o'rtasida ham ko'p nima deydi, nizolar kelib chiqyapti. Haligacha fuqarolar tushunmasdan arzimagan narsalarni mana 102 tizimiga yo'lga qo'yish hali ham davom etadi. Mana kecha ham G'arimasht mahallasida padiziga narsasini qo'yyapti. Qozonini, tapichkasini, boshqasini padizdan tapichkasini olib ketib qolgan. Bolasini tapichkasini u ham 102 qilyapti. Shunaqa tushunmovchilik holatda hali ham ko'p ishlab turibdi. Shu mahallalarda hali ham G'arimasht, Amir Temur, Go'zalkent mahallalarida murojaatlar ham sodir etilayotgan jinoyatlar ham soni to'xtagani yo'q bu mahallada. Demak, o'sha mahallada yashayotgan
odamlar yoki mahallani o'zini ta'siri ham yuqori. Shunday. Chunki endi so'raganim mana Amir Temur mahallasida bizning asosiy talabalarimiz ijarada turadi. Shu vaqtgacha hali biror bir salbiy holat bo'lmadi, chunki doimiy ravishda tyutorlar borib ular bilan ish olib boradilar. Agar shu omil ta'sir ko'rsatsa, qaror qismiga kiritishimiz kerak, balkim o'sha mahallalarni ham, o'sha mahalla yettiligini ham bu bo'yicha mas'uliyatini oshirish. Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Rahmat. O'zingiz o'tirishingiz mumkin. Mazkur masala doimiy komissiyada o'rganib chiqilgan. Doimiy komissiya xulosasi bilan tanishtirish uchun so'z komissiya a'zosi Xudoyberdiyeva Shahlo Egamberdiyevaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i Dusanov Shuhrat Murtazoyevning shaharda huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida 2026-yilning 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisoboti to'g'risida xulosa. Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi 2026-yilning 6 oy davomida shaharda huquqbuzarliklarning oldini olish, profilaktikasini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha taqdim etilgan tahliliy hisobot muhokama qilindi. Muhokama davomida shaharda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish, jamoat tartibini saqlash va aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan davlat va jamoat tashkilotlari, mahalla fuqarolar yig'inlari hamda boshqa hamkor idoralar bilan hamkorlikda tizimli ishlar amalga oshirilganligi qayd etildi. Xotin-qizlar bilan ishlash yo'nalishida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning kamayishi ijobiy baholandi. Biroq tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan 167 nafar xotin-qizga himoya orderi berilganligi, oilaviy, maishiy zo'ravonlik bilan bog'liq huquqbuzarliklar hamon dolzarblikcha qolayotganini ko'rsatadi. Shu munosabat bilan xotin-qizlar faollari, mahalla fuqarolar yig'inlari, ichki ishlar organlari hamda ijtimoiy xizmatlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, oilalarda ijtimoiy, ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlarni kengaytirish zarurligi ta'kidlandi. Probatsiya xizmati faoliyati tahlil qilinganda nazorat ostidagi shaxslar bilan tarbiyaviy va profilaktik ishlar muntazam olib borilayotganligi qayd etildi. Shu bilan birga jazoni o'tashdan bo'yin tovlagan ayrim shaxslarga nisbatan jazo choralarining og'irlashtirilganligi, kelgusida probatsiya nazoratidagi shaxslar ish bilan ta'minlash, ijtimoiy moslashtirish va takroriy jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan ishlarni yanada kuchaytirish lozimligi ta'kidlandi. Muhokama yakunida doimiy komissiya ichki ishlar organlari faoliyatida muayyan ijobiy natijalarga erishilganligini e'tirof etgan holda profilaktika ishlarining samaradorligini yanada oshirish, qizil va sariq toifadagi mahallalar bo'yicha alohida manzilli chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish, profilaktika inspektorlarining shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish, raqamli tahlil va monitoring tizimlaridan samarali foydalanish, takroriy jinoyatlar hamda oilaviy maishiy zo'ravonlik holatlarini kamaytirish, yoshlar va voyaga yetmaganlar bilan ishlash sifatini yanada yaxshilash bo'yicha barcha mas'ul tashkilotlar faoliyatini muvaffaqlashtirish zarur deb hisoblaydi. Yuqoridagilarga asoslanib, xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xulosa qiladi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i Shuhrat Dusanovning shaharda huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida 2026-yilning 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobot yuzasidan tayyorlangan xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining qaror loyihasini tasdiqlab berishga chorlaymiz.
Hurmatli deputatlar, qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha takliflar bormi? Savol bor. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlarimiz qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Kun tartibidagi 3-masala shaharning ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlari doirasida ichimlik suvi ta'minoti tizimini yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar hisoblanadi. Ushbu masala yuzasidan Samarqand suv ta'minoti maslahat cheklangan jamiyat Kattaqo'rg'on shahar bo'limi boshlig'i Mamadiyev Nolirbek So'nishga beriladi. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugungi sessiya kun tartibidagi masala, ya'ni shahar aholisini ichimlik va oqova suv bilan ta'minlash darajasini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusidagi rejalar to'g'risida batafsil ma'lumot beraman. Avvalambor Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Kattaqo'rg'on shahar filiali tomonidan shu kunga qadar amalga oshirilgan ishlar va 2026-yil bahor-yoz mavsumi davrida barqaror ishlashga tayyorlash hamda mukammal va joriy ta'mirlash bo'yicha rejadagi ishlarning bugungi kunga qadar amalga oshirilgan holati to'g'risida gapiradigan bo'lsam, 134 ta suv tarmoqlarida, 52 ta oqova tarmoqlarida avariya va nosozliklar ta'mirlandi. Bahor-yoz mavsumiga tayyorgarlik ishlari yuzasidan 2 ta avariya tiklash brigadasi tashkil etildi. 2 ta suv tashish va yetkazish, 3 ta oqova tozalash maxsus texnikasi, 2 ta ekskavator, 1 ta kran manipulyator, 2 ta Damas avariya tiklash mashinasi asbob-uskunalar va jihozlar bilan tayyor holga keltirildi. Yil boshida belgilab olingan rejaga ko'ra 4 ta vertikal suv olish nasoslarini hamda 0.7 km tarmoqni mukammal ta'mirlash, shuningdek 6 ta vertikal suv olish nasosi hamda 1.2 km tarmoqni joriy ta'mirlashlari to'liq bajarildi. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-martdagi PQ 159-son qaroriga asosan Kattaqo'rg'on shahrida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash va oqova suv tizimlarini tubdan yangilash bo'yicha keng ko'lamli loyiha amalga oshirilmoqda. Mazkur loyihani moliyalashtirish uchun Jahon banki tomonidan 66 million AQSh dollari miqdorida kredit mablag'lari ajratilgan. Loyihaning asosiy maqsadi aholiga markazlashgan sifatli xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish va hududning sanitariya epidemiologik holatini yaxshilashdan iborat. Loyihani amalga oshirish natijasida quyidagi ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishiladi. Ichimlik suv ta'minoti darajasi 71.6% dan 91.2% ga oshadi. Ya'ni markazlashgan toza ichimlik suv bilan ta'minlangan aholi soni 63.7 ming nafardan 102.8 ming nafarga yetadi. Oqova suv xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasi 29.8% dan 72% ga o'sadi va xizmatdan foydalanuvchilar soni 26.1 ming nafardan 81.6 ming nafargacha ko'payadi. Tender savdolari yakunlariga ko'ra loyiha doirasida umumiy hisobda 2 ta konsalting paketi, 6 ta qurilish paketi va 14 ta maxsus texnika xaridi paketi bo'yicha shartnomalar imzolangan. Loyiha boshlangandan buyon bugungi kunga qadar jami 20.36 million AQSh dollari miqdorida mablag'lar o'zlashtirildi. Hozirgi kunda barcha 6 ta lot bo'yicha shartnomalar imzolangan bo'lib, pudratchi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan grafik asosida ishlar tizimli olib borilmoqda. Obyektlar bo'yicha batafsil ma'lumotlar quyidagicha. Murtak suv olish inshootini rekonstruksiya qilish ishlari maxsus suv qurilish invest va Tana Energy qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shartnoma qiymati 7.362 million AQSh dollari bo'lib, shundan 5.673 million dollar moliyalashtirildi. Amalda bajarilgan ishlar hajmi 5.902 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Inshootni 2026-yil 23 dekabrda to'liq topshirish rejalashtirilgan. Mazkur obyekt bo'yicha hozirga qadar bajarilgan ishlar 1500 metr kub sig'imli 2 ta suv rezervuarining tashqi izolyatsiyasi yakunlandi. Nasosxona va xlorlash binolarida barcha asosiy uskunalar o'rnatib bo'lindi. Ta'mirlash ustaxonasi va ABK binosida pardozlashlari hamda quvvat kabellari montaj qilish ishlari to'liq yakunlandi. Loyiha bo'yicha belgilangan 10 ta 420 mm lik quduq o'rniga 11 ta artezan quduq qazilib, binolari qurildi va xavfsizlik devorlari tortildi. Nasos stansiyasigacha 2030 metr tarmoq tortildi va ko'rpa suv inshootiga olib boruvchi 6900 metr masofadagi 610 mm lik suv yetkazib berish quvurlari to'liq yotqizilib, ulash ishlari bajarilmoqda. Obyektda jami 24 nafar ishchi xodim va 4 ta maxsus texnika ishlamoqda. Hozirda yo'llarga shag'al to'shash, barjur o'rnatish va obodonlashtirish ishlari ketyapti. Ko'rpa suv olish inshootini rekonstruksiya qilish ishlari
Maxsus suv qurilish invest va Tana energiya qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshirilyapti. Shartnoma qiymati 6,4 million AQSh dollari. Bugungi kunga qadar 3,742 million dollar moliyalashtirilgan bo'lib, amalda bajarilgan ishlar 3,972 million dollarga yetdi. Mazkur obyektda bajarilgan ishlar haqida to'xtalsam, himoya devorlariga 1350 metr Yevrosetka o'rnatish va nazorat o'tkazish punkti binosini qurish ishlari yakunlandi. Nasosxona, xlor tayyorlash xonalari va yuqori kuchlanishli podstansiya binolarida nasos va uskunalar to'liq o'rnatilib, quvvat kabellari tortildi. ABK binosi to'liq bitkazildi. Shahar suv ta'minot laboratoriyasi binosida va xo'jalik binolarida pardozlash, sendvich panellar o'rnatish hamda tom yopish ishlari bosqichma-bosqich bajarilmoqda. Eng yirik ishlardan bo'lgan ikkita har biri 6000 metr kub sig'imli yirik suv rezervuarlarini qurish uchun yer qazish ishlari boshlab yuborildi. Qurilish maydonida 36 nafar ishchi va 4 dona maxsus texnika faoliyat ko'rsatmoqda. Obodonlashtirish jarayonlari qizg'in pallada. 3-ko'tarish nasoslarini rekonstruksiya qilish ishlari 149-mexanizatsiyalashgan ko'chma karvon MCH tomonidan amalga oshirilyapti. Shartnoma qiymati 822 ming AQSh dollari bo'lib, shundan 643 ming AQSh dollari o'zlashtirildi. Pudratchi tomonidan shartnoma doirasidagi 822 ming dollar hajmdagi qurilish ishlari bajarildi. Hudud to'liq devor bilan o'ralib, nasos stansiyalari va qo'riqlash binolari qurib bitkazildi. Mavjud 5 ta suv havzasining ichki yuzasi mukammal ta'mirlandi. Obyektga energiya tejamkor quyosh panellari, transformatorlar, dizel generatorlar va yangi nasos uskunalari o'rnatishlari olib borilmoqda. Uchala obyekt hududida tashqi elektr tarmoqlari, kommunikatsiya va obodonlashtirish ishlari to'liq yakunlandi. Boynazar oq va suv tozalash inshooti loyihasi bo'yicha quruvchi korxona Alcatel Mesmer qo'shma korxonasi hisoblanadi. Shartnoma qiymati bo'yicha to'xtaladigan bo'lsa, mazkur loyiha eng yirik va muhim qismlardan bo'lib, qiymati 15,802 million AQSh dollarini tashkil etadi. O'zlashtirilgan mablag' 5,909 million dollarni tashkil etmoqda. Amalda 4,89 million dollarlik ish bajarildi. Obyektni 2027-yil 1-oktyabr topshirish belgilangan. Mazkur obyekt hududida ulkan hajmdagi monolit va yer ishlari olib borilmoqda. Qo'riqlov punkti, ma'muriyat, laboratoriya va ustaxona binolarining poydevorlari va ustunlariga beton quyish to'liq yakunlanib, g'isht terish ishlari boshlangan. Mexanik tozalash, biologik tozalash, 3-darajali tozalash va loyihalarni tozalash inshootlar poydevoriga hamda ikkilamchi tozalash tanki, gravitatsion qalinlashtiruvchi, aerobik stabilizator, xlor bilan aloqa qilish havzalarining devorlariga beton quyish jarayonlari olib borilmoqda. Bu yerga loyiha doirasidagi eng ko'p kuch tashlangan bo'lib, 91 nafar mutaxassis va ishchi, shuningdek 21 dona og'ir maxsus texnika jalb etilgan. Yengitki shaharchasi suv ta'minot tizimi rekonstruksiya qilish ishlari Tana Energy Management Company LLC va Nembus LLC qo'shma korxonalar tomonidan amalga oshirilyapti. Shartnoma qiymati 3,205 million AQSh dollari. Moliyalashtirish hamda ishlar ijrosi ko'rsatkichi 79% ni tashkil qilmoqda. Topshirish muddati 26-yil 26-sentyabr belgilangan. Mazkur obyektlarda ingichka hududdagi mavjud 850 metr kub suv rezervuarini ta'mirlash, yangi 1000 metr kub suv rezervuarini tom yopish va nasosxonalarda sendvich paneli o'rnatishlari jadal ketmoqda. Oraliq suv inshootidagi 2 ta 500 metr kub rezervuar va nasosxonada pardozlash ishlari bajarilmoqda. Sepki suv inshootida bitta arzigan quduq ta'mirlanib, yana bitta yangisi burg'ulandi. 2 ta 200 metr kub rezervuarda ichki pardozlash ishlari davom etyapti. Loyiha bo'yicha belgilangan 10,3 km tarmoqning 9,1 km yotqizildi va 11,7 km tashqi elektr tarmog'idan 11,6 km tarmoq tortilib bo'lindi. Belgilangan 91 ta hududdan 46 tasi o'rnatildi hozirgacha. Shuningdek, Kattaqo'rg'on shahrining qamrab oluvchi umumiy qiymati 21,13 million AQSh dollari bo'lgan shahar ichki tarmoqlarini yangilash loyihalari bo'yicha ham ishlar davom etmoqda. Mazkur paketlar doirasida jami 296,1 km ichimlik suv tarmog'i va 77,7 km oq va suv tarmog'i tortish hamda 13,924 ta zamonaviy suv hisoblagichli o'rnatishlari belgilangan. Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, Jahon banki ishtirokida amalga oshirilayotgan mazkur ulkan bunyodkorlik va modernizatsiya loyihasi natijasida yillar davomida to'planib qolgan kommunal sohadagi tizimli muammolar o'z yechimini topadi. Loyihani barcha inshootlarda tasdiqlangan grafik va texnik talablar doirasida shaffoflik va qat'iy nazorat ostida ishlar olib borilmoqda. Tizim to'liq ishga tushirilgandan so'ng shahrimiz aholisi sifatli va barqaror ichimlik suvi hamda markazlashgan oq va suv tizimi bilan ta'minlanishida tarixiy o'zgarish bo'ladi. Hisobotim tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Savollar bormi?
ishlari bilan baholanadi. Masalan, avariyalar soni, suv yo'qotishlar, elektr sanoati, aholi murojaatlari qanchaga qisqarishi rejalashtirilgan? Bu bo'yicha biz hozirga qadar umumiy olib aytayotgan bo'lsam, eski nasoslardan foydalanamiz. Energiya tejamkor bo'lmagan nasoslar. Shuning uchun xohlaymizmi, hozirda elektr energiya sarfimiz juda yuqori. Mazkur loyiha bo'yicha quyosh panellari o'rnatilyapti, 450 kilovatli. Bu o'sha artizandan qazib olinayotgan, chiqarib olinayotgan suvni ishlab chiqarishda ishlatiladi va elektr energiya sarfimiz keskin kamayadi. Birinchi yutug'imiz. Ikkinchi yutug'imiz, shaharga haydab beryotgan suv nasoslari zamonaviy suv nasoslari o'rnatilyapti va bilamizki, tabiiyki tarmoqda avariya holati o'sha tarmoqda yuklama ortishi bilan kelib chiqadi. Ya'ni aholi iste'mol qilishni to'xtatgandan keyin quvurlarda suv yig'iladi va avariya holati yuzaga keladi. Lekin hozir mazkur loyiha bo'yicha qo'yilayotgan nasoslar aqlli nasos hisoblanadi va bosimni aqlli boshqaradi. Aytaylik, aholi ishlatayotgan vaqtda bosim avtomatik ko'payadi va ko'pchilik iste'mol vaqti o'tgandan keyin iste'molga yarasha bir xil bosimni ushlab berib turadi. Shuni natijasida avariyalarning soni ham keskin kamayadi. Rahmat, Berso'ga. Assalomu alaykum. Shu savolim bor edi. Birinchisi, mana hisobda bizda aytyapsizki, mana shu ichimlik suvi ta'minoti 91% ga yetkazilyapti. Bu yilni yakunlanganmi yoki mana shu umumiy loyiha amalga oshirilganmi? Agar 91% ga yetkaziladigan bo'lsa, qaysi hududda suv masalasi muammo bo'lib qoladi va uni yechimi qanaqa bo'ladi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, mana yaqinda o'zimizga birgalikda Almatino mahallasida, ko'chasida kanalizatsiya tizimi masalasini juda o'rgandik, to'g'ri muammo. Lekin siz o'shanda bitta masalani ko'tardingiz. Bizlarda o'sha kanalizatsiyani tekshiradigan apparat asli uskun yo'q dedingiz. To'g'rimi? Mana shu masala bo'yicha balki taklif kiritib o'sha uskunni sotib olishimiz mumkinmi yoki qaysidir dasturga qo'shish bo'yicha taklif beringizmi? Ikkinchi savolim, beraveradi uchinchisi. Va uchinchisi, oqova suv bo'yicha aytyapti, mana hozir yoz kunlarida daraxtlarni qurib qolishiga shu suv tasirida muammo bo'lib kelyapti. Yaqinda biz mana shu obodonlashtirish bo'limi bilan jamiyat bilan birgalikda masalani ko'rdik. Kanal tarafdan keladigan suv yaxshi keladi ariqlardan ichki ishlar bo'limigacha. Lekin Oqotir ko'prigidan ikkinchi maktab orqali ketadigan suv yo'q bo'lib ketyapti, chunki oz-ozdan kelyapti. Birinchidan suv muammosi bartaraf etilmayapti, ariqlar suv qo'yib bo'lmayapti. Ikkinchidan, misol uchun o'sha nasoslar barcha elektr energiyani samarasiz iste'mol bo'lyapti. Shu masalada ham ko'rsatayliklar, masala bo'yicha birorta joyda ish qilinyaptimi yo'qmi? Javoblar uchun oldindan rahmat. Savol uchun rahmat. Birinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda ichimlik suv ta'minoti qamrovimiz 76%. Mazkur loyiha yakuniga ko'ra buning aslimizdagi G'atmachit, Yelmachit, Qo'shhovuz, Kunjutbay, Zarafshon, Nurafshon mahallalari to'liq ta'minlanmagan, qisman qaysidir ko'chalar qolib ketgan. Yangi uchastkalar barpo qilingan. Hozirgi suv ta'minot tizimi bundan 60-70 yil oldin qurilgan. O'sha paytdagi aholi bor joylarga tortilgan, qo'shimcha qurilgan xonadonlarning evaziga suvlashmay qolgan yerlar bo'lgan. Hozirgi dastur bo'yicha 91.2% ga yetadi. Qo'shimcha dasturlarga kiritish choralari ko'rilyapti. Qolgani ham 2030-yil yakuniga qadar shahar hududidagi barcha hududlarimiz 100% ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Ikkinchi savol bo'lsa, ikkinchi savolga javob beraman. Ichimlik suvidan daraxtlarni sug'orish oqova suv. Ichimlik suvi biz beramiz, oqova suv kanalizatsiya. Ichimlik suvi bilan daraxtlarni sug'orish mumkin emas, faqat qaror bilan berilgan. Agar 24 soat davomida suv ta'minoti bilan ta'minlanadigan hududlar bo'lsa, tungi soat 12:00 dan tongi 6:00 gacha ichimlik suvi bilan berilishi mumkin. 194-son Vazir Mahkamasi 2004-yil chiqqan qarori bor. O'sha qaror bo'yicha chunki 12:00 ga qadar berilayotgan suvlardan sug'orish mumkin emas. Uchinchi savolimiz, kanalizatsiyada nosozligini bartaraf qilish uchun o'sha qanaqadir uskuna deganingizda bu bo'yicha yana bir
internet tarmog'i orqali izlanib ko'ramiz, lekin men xabarim bo'lishicha unaqa uskuna yo'q, viloyatimizda ham yo'q. Masalan, gaz bo'lsa, o'zidan nima chiqadi, gazni aniqlayotgan uskuna bor. Tok bo'lsa, tokni ham aniqlash mumkin, lekin oq va suv bosim bilan yurmaydi. O'zi nishabliligi bo'yicha hech qanaqa nasos kuchlanish bo'lmaydi-da. O'shuning uchun aniqlash sal qiyinroq. Lekin kanalizatsiya shunaqa suvga o'xshab nima emas, boshlanish nuqtasi bilan oxirgi nuqtasini nimasi bo'ladi o'zini. O'shuning uchun nasos ishlatilmaydi, bosim bo'lmaydi, qanaqadir ortiqcha tovush, boshqa qashqa bo'lmaydi. Lekin shahar hududida 6-8 metrgacha chuqurlikda bo'ladi. Yer ustidan kanalizatsiya tizimi tarmog'i o'tgan chuqurlik 6 metr, 8 metrgacha bo'ladi. Shuning uchun uzoqliklarni aniqlashda sal qiyin. Rahmat. Hozircha mana bitta murojaat kelib tushdi. Murojaatda bitta masala bo'ldi. Mana katta svet gazni sho'rchidan 1 metrdan ziyod turadi. Bombalar. Suvdagilar hammasi pastda turadi. Buni xavf ko'proqki bomba buzilishiga. Shunaqa bir holat bo'lgan. Bir murojaat bo'lgan. Bo'ldi shu. Uni shtraf qilmoqchi tashkilot, shtraf qilmoqchi. Puli tekkan. Yigit ketgan, uni spetsial uzmagan, uyda turadi. Uni nima qiladi? Uzun bir yoqqa suv sotmaydi. Mana shu holatda sal siz o'shaning qonuniy himoyasi qanday bo'ladi aholini? Mana shunday haligi nima deydi? Tasodifan bo'lsa, qanaqa qilib uni to'g'ri tushuntira bilish kerak inspektorga kelib. Bir vaqtlar Svetlada, tarmoqlarida, gaz tarmog'ida shunday bo'lgan. Haligi mana shunday tasodif uzilgan bo'lsa, ikkita inspektor yosh kelib, sarqalonchasidan ko'p odamlarni shtraf qilgan. U tegib ketdi, boshqa hech nimaga qaramasdan qilganlik bo'lgan voqea. Bizga aralashganimizda boshqa hujjat kelib bo'lgan. Mana endi suvda hozir ehtimol ko'proq, kimnidir balasini ayolib ketadi, ho'kiz yeshib ketadi, har holat bo'lishi. Shunda qanaqa qilib himoya qilinadi shuni va to'g'ri qanaqa qilib buni haligi formasini qilib beriladi. Mazkur masala bo'yicha o'z qonunchiligimizda bor, bu bo'yicha belgilab berilgan. Vazirlar Mahkamasi 194-sonli qarori. Agar plombada uzilish holati bo'layotgan bo'lsa, iste'molchining o'zi xabar berishi kerak. Bizga boradi yoki yagona darcha orqali yoki maygov orqali ariza topshirish kerak. Qayta tamg'alash uchun. Agarki fuqaroning o'zi aniqlangunga qadar xabar bergan bo'lsa, jarima hisoblanmaydi. Shu holat suv ta'minot korxonasi xodimi aytaylik nazoratchi tomonidan aniqlangan taqdirda ham bilasizki, bizning suv hisoblagichlarimiz mexanik, onlayn hisoblanmaydi. Pakazaniya kiritiladi. Pakazaniyani ham fuqaroning o'zi kiritishi mumkin, ishni kabinetiga kirib yoki nazoratchi har kirganda xatlov jarayonida pakazaniya kiritadi. Agar iste'molchi xabar bermay turib, korxona xodimi aniqlayotgan bo'lsa, oxirgi marta pakazaniya kiritilgan jarayondan hozirgachaga odam soniga hisoblanadi. Chunki bizda suv sotish ikki xil me'yori bor, ikki xil tartibda hisoblanadi. Birinchi me'yor bo'yicha, ikkinchi hisoblagich bo'yicha. Hisoblagich o'rnatilib ta'minlangan bo'lsa, 1 kubiga 3200 so'mdan hisoblanadi. Agar hisoblagich o'rnatilmagan bo'lsa yoki tamg'ada qanaqadir nosozlik bo'layotgan bo'lsa, aholi soniga qarab hisoblab beriladi. O'sha ma'lum orol bo'yicha. Hurmatli deputatlar, mana rahbarning gaplarini eshitdim, aytmoqchi edim. Mana shu o'tgan davrda So'g'oqdagi aholi hamma bilardi. Hozir qiyin davrga kelib, mana shu yosh rahbar sifatida shu uddaburonlik bilan boshqarganiga bir ijobiy baho beramiz. Masalan, kuni kecha bir 3 oy 4 oy avval Kosmikda bo'lgan katta avariya, juda katta ulkan vodoprovod yonib ketdi. Uni 2 kun xavf qoldi. O'rtaga yuzlaridan borib juda katta diametrga. Mana o'shaning uchun men aytmoqchiman, yuqoridagilarni hisobga olib, mana shu holatda juda tez va ular bo'shayib bartaraf qilaylik. Mana kelajakda bu Fyuri Shavkatning savolini berdi. Kelajakda shunaqa o'lim bo'lmasin, lekin mana shu hozirgi tezkorlik saqlagan yangi rahbar sifatiga mana shu yerdagi qanaqa sizlar kelajakni ko'ryapsiz? Ertaga Kattaqo'rg'on shahrida avariya holatida bo'lsa, o'zimizni texnikalarimiz, o'zimiz kadrlarimiz bilan shunday tez va soz chiqib keta olasizlarmi yoki mablag' qo'shimcha mablag' topish choralarini ko'rish kerak? Rahmat e'tiboringiz uchun.
hozirgi shu Mustaqillik Chordana mahallasi Mustaqillik ko'chasida bo'lgan avariyani ham biz viloyatdan yordam olmadik. O'zimiz ichki imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan. Ochadi, uni yamaydi. Masalan, olaylik bir haftadan ichida 5 marta ochilgan shaxsan men o'zim ko'rdim o'shani. O'shanga qilingan xarajat Rayon hududi. rayon emas, u shaharda suv beradi o'sha. Javob bersam, savol uchun rahmat. Haqiqatan ham mazkur avariya tuman hududida, lekin tarmoq bizaniki. Sababi bitta so'nshoti trassani nari tarafida. Trassani bilasiz, Samarqand Buxoro Turkmanboshi xalqaro trassa ahamiyatli. Bizani 530lik 3 ta katta suv quvurimiz trassa ostidan shaharga qarab kirib keladi. Haqiqatan bitta quvur 3 tadan bittasida avariya holati kuzatilgan. Katta mas'ul yerda suvsiz turibdi. Avariyani murakkabligi shundaki, turbalarga g'ilof keltirilgan. Shu trassani tagida futlar deydi, g'ilof. Kattaroq hajmdagi yana turba tashlangan. Yuk bosib, qanaqadir harakat, deformatsiya bo'lganda shu ichki suv quvuriga ziyon yetmasligi. Shu trassa ostidan qaysi qismdan tekshirilgan suv g'ilofdan olib chiqyapti. Biz aynan qaysi qismini bilishga qiynalyapmiz. Lekin shunisi aniqki, trassa ostidan tekshirilgan. Biz o'zimizga tegishli bo'lgan barcha choralarni ko'rganmiz. Hamma texnika tayyorgarlik, avariyani bartaraf qilish uchun ehtimoliy shu ichki suv quvuri kerakmi? Aytaylik, isbati uchun nima maqsad bo'lsa hammasini zaxirasini yaratganmiz. Biz faqat trassani yopishga qiynalyapmiz. Bu bo'yicha tegishli tashkilotlarga 5-6 marta xat bilan chiqqanmiz. Ma'lum bir talablari bor ekan, shu bo'yicha hozir ish tashkil qilyapti. Yuqori turli tashkilotlar hamkorlik yordam berishlarni ko'ryapti. Agar bizga shu trassa yopib berilsa, 8 soatga bartaraf qila olamiz. Lekin muammo trassani yopishda. Bu tushunarli javob. Lekin bitta narsa, masalan, o'sha yerdan ko'p qaytaman, boshqa yashirib ko'p qaytaman. Mana ijtimoiy tarmoqlarga butun O'zbekiston va butun jahon tomoshalarida masalan, qanaqadir bir tashkilotlar yo'q, o'shanga qanaqadir ruxsat 5-6 marta murojaat qilyapsiz. Buni qarang, natijasi bo'lmayaptimi yoki javob kelmayaptimi? Nimadir muammo bo'lyaptimi? Balki deputatlarni yordami bilan qanaqadir yo'lini qilib o'shani ruxsat olishimiz kerak. Shunga bir harakat qilsangizlar, masalan, deputatlar tomonidan yordam berilsa, deputatlar yordam qilsin. Baribir qanaqadir bartaraf qilish kerak. Chunki o'sha yerda suv chiqqanligi sababli yo'l ham buzilib ketyapti. Yangi qilingan asfaltdan buzilib ketdi. Bilasiz, kim ham o'tgan yerda biladi, buzilib ketgan. Mana ko'rishmoq. Savolimiz asosli bo'yicha qabul olgan va tezkorlik bilan yaqin kunlar ichida avariya bartaraf qilish choralari ko'ramiz. Endi yuqori tashkilotlarga murojaat qilinganmi demoqchi? Yuqori tashkilotlarga murojaat qilingan xabar Yo'q, ustuna yo'qmi apparat mana haligi hozir bor betonlarni qancha stoy tekshirilar markasi ularni ham qaysi tomonligini nimani bo'lgan tekshirib yopishimiz kerak. yangi bir texnika Yo'lni kamlab baribir turbani ta'mirlashimiz kerak. o'shani joyini aniqlaydi. Joyini aniqlab bo'lmaydi, g'ilofdan chiqyapti. Ana shu trassa tagidan baribir yo'l harakatini cheklashimiz kerak. Biz texnika ishlatishimiz kerak. Ekskavator bu ustiga chiqib ishlashi kerak. Assalomu alaykum, hurmatli
sessiya ishtirokchilari Nodir aka ingichkada sizni ham xabaringiz bo'lsa kerak, bir kundan beri mahallalarda suv yo'q. Ayni bunga sabab nima? Shu suv ochish bo'yicha nima ishlar qilinyapti? Eng zarur paytda suv yo'q-da. Yo'q, shaxtani suvi sug'orish uchun. Ichimlik suvi yo'q. Savol uchun rahmat. Shaharda ikkinchi ishlarga nasos ishlatamiz. Nosozlik yuzaga keldi. Qo'shimcha nasos tashkil etilgan edi, yangi xarid qilingan edi. Buni tushirdik. 20 daqiqa ichida ham kuyish holati yuzaga keldi. Hozir nasoslarni remontga berganmiz, ertaga kechgacha remont qilib beradi. Payshanba kuni suv ta'minotini tiklaymiz. Bundan tashqari maxsus texnikalar bilan ichimlik suv tarqatilyapti. Ingichka bo'g'onchasi texnika ijod qilamiz. Nodirjonga juda ko'p savol berilgan. Chunki hali yosh rahbar hisobotni beradi. Ana hisobotlarda ishlar grafik vaqtida ketyapti deb yozilganda, mana qaragan bo'lsangiz, menimcha mutaxassislar bilan birga qilgan bo'lsangiz kerak, hisobot tayyorlagan bo'lsangiz. Shu yerda bir narsa ko'rsatilgan, mana moliyaviy o'zlashtirishlar bilan amalda bajarilgan ishlar o'rtasida farq chiqib bo'lyapti-da. Mana Boynazar inshootida 37% mablag' o'zlashtirilgan bo'lib, ishlar 26% ga bajarilgan deyapti. Nima bunaqa tafovut? Bu mablag' o'zlashtirilgan bo'lsa, o'shancha foiz bajarilmaydi. Chunki xizmat ko'rsatadigan korxonalar, muassasalarda davlat mablag'i 1% ham katta summa bo'ladi. Chunki suv problema shuncha savol, eng ko'p savol sizga bo'lishi shuncha o'zi. O'qirgan. Men 20 mana hozir 11% ga farq beryapti-da bu. Men bunday adashgansizlar hisobotda. Yo'q. Savol uchun rahmat. Haqiqatan bu savol. Mamlakat bo'lsa mazkur loyiha Boynazar o'quv inshooti katta. Qayerda u Boynazar? Tuman hududida. Shahardagi barcha o'quv suvlari shaharda quriladi. Oqol tozalash inshooti qurilyapti. 20 ming metr sutkasi, 20 ming metr o'quv suvini qayta ishlab tozalaydi. Ushbu loyiha juda katta loyiha bo'lganligi uchun Jahon banki talablari bor, xalqaro qoidalarga ko'ra quruvchi tomonidan qurilish materiallari g'amlanishi va chetdan asbob uskunalar xarid qilish uchun nima qiladi-ku? Shartnomani imzolash uchun boshida 37% mablag' ko'chirilgan. Bu o'sha kerakli asbob uskunalarni xarid qilish uchun shartnoma uchun boshida. Mazkur o'sha asbob uskunalar navbati bilan belgilangan vaqtda yetib kelaveradi. Yirik katta texnikalarni jalb qilish uchun berilgan. Hozir bu hisobotda xatolik yo'q, haqiqatan 26% ga bajarilgan, belgilangan muddat bo'yicha ketyapti. 27-yil oktyabr oyigacha foydalanishga topshiriladi. Fikrlarga qo'shilgan holda deputat sifatida fuqarolar tomonidan kelayotgan ayrim murojaatlarni siz bilan juda chiroyli hal qilganimizni aytmoqchiman. Lekin shu o'rinda bir emas ikkita savol bermoqchiman. Yuqorida aytgan loyihalarimizga ko'p firmalarni aytdingiz, bularning ichida albatta xorijiy pudratchilarni ham aytib o'tdingiz. Bu xorijiy pudratchilar tomonidan bizning shahrimizda amalga oshirayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni kimlar olib boradi? Bu birinchisi. Ular tomonidan agar qo'yilgan bo'lsa shunday kamchiliklar qanday bartaraf etildi va qanday nima deydi harakatlar amalga oshirilgani haqida ham loyiha bo'yicha moliyalashtiruvchi Jahon banki xalqaro taraqqiyot banki bo'lganligi uchun xalqaro nazoratchi guruh jalb qilingan. Hozirgi kunda Misr degan Germaniya guruh rahbari hisoblanadi. Shu guruhga respublikamizning yetakchi mutaxassislar, xalqaro mutaxassislar jalb qilingan. Asosiy nazoratchi ular. Bundan tashqari suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatini o'zi ham ish yurgizgan. Bundan tashqari viloyatimizdagi tashkilotimiz har hafta kelib nazorat qiladi. O'zimiz shahar hokimligi, shahar hokimligi bo'yicha o'rinbosari, viloyat hokimligidan mas'uliyat yukladi. Kotibiyat, kengash kotibiyatidan ustoz bo'ladi, qarorga nazorat qilish uchun. Shunaqa nazorat guruhlari tashkil qilingan, hammasi nazorat
ketibdi-da, juda gap ko'p bo'lyapti. Sessiya zapis bo'lyapti. Iltimos. Birinchidan, bu xulosani o'qishdan oldin suv masalasida hokim rahbarligida mana o'sha soorужениеga borib keldik. Shveysariyadan kelgan bu nimalar bilan uchrashuvda o'sha vakillar bilan, o'sha taraqqiyot Amerikadan kelganlar bilan juda bir uchrashuv bo'lib, joylarda ko'rib, mana hozir haligi juda dolzarb bo'lmagan bir ikkita savollar tushdi, mana marhabo berdilar bu sessiyada. Shuning uchun o'sha payt bir fikrda aytgandik. Hamma deputatlarni bir yig'ib Nodirjon bir olib borib ko'rsatib kelishdi haqida fikr aytdik. Mana borib shu fikrlarni aytdik, shu narsa baribir bir qilish kerak, shu ko'rish kerak bular. Aholini ichiga yurgandan keyin bir bizga haligi shu qisqa yozib beradigan bo'lsangiz, biz mana uchrashuvlarda yuryapmiz, keyin savol ko'p tushyapti. Mana o'zimga mana bir oy ichida ikkita savol tushdi. Shu masala, suv masalasi. Borib boshqa. Shuning uchun shu masalani bir haligi ko'rsalar, juda haligi qilinayotgan ishlarni, pulni boshqasi hammasi bo'yicha bir deputatlarimiz boradigan bo'lsa, yaxshi bir taassurot bilan kelinadi. Shuni tashkil qilsak. Ikkinchidan, biz yana bitta fikr, aniq bir eng asosiy dolzarb bo'ladigan fikr, O'zbekistonda suv masalasi juda ham tanqid masala. Bu ichimlik suvini to'g'ri foydalanishga biz hammamiz ham bilmaymiz. Rahbar bo'lgan bo'lsak ham, boshqa bo'lsak ham, tajribamiz bor, hayotiy tajriba bo'lsa ham, ichimlik suvdan to'g'ri foydalanilmayapti. Buni har xil maqsadlarda. Buni ham normalarini alohida berib, aholini o'rtasida ko'proq targ'ibot qilish kerak. Har qadamda ko'ryapmiz buni. Har qadamda. Bir rahbar bir aytib berdilar-da bir kun. Samarqandga anaqa Yaponiya kelgan payti men delegatsiya olib yurdim. Shunday bir joyga kirganimizga haligi tarvuz qo'yilgan, kranni ochib qo'yamiz-ku, shunaqa qilib. Shunday chopib borib, birdan tarvuzni olib yopyapti o'sha Yapon deyapti. Biz uni ochib qo'yibmiz. Bunaqa holat 100 tasini aytamiz, ba'zi birlar qulog'im solmaydi. Shuning uchun bugun har bir deputat bo'ladi, boshqa suv masalasi juda ham noyob tanqis va bu qimmatlashib ham boraveradi. U juda ham kerak bo'ladi. Mana shu masalaga juda e'tibor berishimiz, shuncha ishlar qilinyapti. Katta suvlar kelyapti. Umuman bormagan joylarga suvlar boradi. Lekin undan to'g'ri foydalanish masalasi bu hammamizning zimmamizga bo'lib turadi. Shu masalada bir deputatlarimizni bir qo'l borasiz, endi vaqtga qarab, haligi issiqqa qarab shunday qilib borasiz. Endi qisqa qilib gapirib o'taman. Mana shu hozir hisobot yuzasidan xulosa. Agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha Davlat komissiyasi tomonidan Samarqand suv ta'minoti MChJ Kattaqo'rg'on shahar bo'limi boshlig'i Mamadiyevning shaharning ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlari doirasida ichimlik suv ta'minoti tizimini yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobotni o'rganib chiqilib, shu bilan birga komissiya tomonidan quyidagi kamchiliklar, yechimini kutayotgan masalalar ham qayd etildi. Ayrim obyektlarda qurilish ishlarining moliyaviy o'zlashtirilishi bilan amalda bajarilgan ishlar o'rtasida nomutanosiblik mavjud. Xususan, Boylozor suv ovqat tozalash inshooti 37% mablag' o'zlashtirilgan bo'lsa-da, bajarilgan ishlar hajmi gapirib o'tirgan 26% tashkil etmoqda. Bu mablag'lardan samarali foydalanish uchun nazorat yanada kuchaytirishni talab etadi. Loyihaning eng muhim qismi hisoblangan shahar ichki ichimlik suv va oqova suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish bo'yicha olgan 5 ta lot hujjatlari hali ro'yxatdan o'tkazish jarayonida bo'lib, amaliy qurilish ishlari boshlanmagan. Bu esa loyihaning umumiy muddatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ichimlik suv ta'minoti hali ham shahar aholisining qariyb 30%ni to'liq qamrab olmagan. Oqova suv xizmatlari bilan qamrov esa hozirgi kunda atiga 29.8% tashkil etayotgani ushbu yo'nalishda ishlar yanada jadallashtirilishini talab etadi. Yuqoridagilarga asoslanib, xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xulosa qiladi. Shaharning ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlari doirasida ichimlik suv ta'minoti tizimini yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Samarqand
suv ta'minoti MChJ Kattaqo'rg'on shahar bo'limi boshlig'i Mamadiyevning hisoboti yuzasidan tayyorlangan xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raymiz. Qaror loyihasi bo'yicha takliflar bormi mulohazalar? Yo'q bo'lsa shu qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlarimiz qo'l ko'tarib tasdiqlaymiz. Rahmat. 4-chi masala kun tartibidagi Kattaqo'rg'on shahar saylov komissiyasi tarkibiga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Ushbu masala yuzasidan doimiy komissiya xulosasini tanishtirish uchun so'z korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Xudoyberdiyeva Shahlo Egamberdiyeva. Kattaqo'rg'on shahar saylov komissiyasi tarkibiga o'zgartirish kiritish to'g'risida xulosa. Kattaqo'rg'on shahar saylov komissiyasi tarkibiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi loyiha bo'yicha hamda ushbu masalani o'rganish yuzasidan tuzilgan ishchi guruhning ma'lumotnomasi xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqildi. Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining 2024 yil 2 avgustdagi Kattaqo'rg'on shahar saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tavsiya etish to'g'risidagi 6-94-52-7-106 sonli qaroriga 21 nafar a'zodan iborat xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashiga saylov o'tkazuvchi shahar saylov komissiyasining tarkibi tasdiqlangan. Bugungi kunga kelib shahar saylov komissiyasi tarkibiga kiritilgan ayrim a'zolar ish va yashash joyiga o'zgarishlar bo'lganligi hamda boshqa sabablarga ko'ra faoliyatini davom ettira olmasligini bildirib, komissiya tarkibidan chiqish bo'yicha ariza bilan murojaat qilganlar. O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 2024 yil 5-iyundagi 1335 sonli qarori bilan tasdiqlangan tuman shahar saylov komissiyasi to'g'risidagi nizomga asoslanib xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xulosa qiladi. Kattaqo'rg'on shahar saylov komissiyasi tarkibiga o'zgartirish kiritish to'g'risida tayyorlangan xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining qaror loyihasini tasdiqlab berishga chorlaymiz. Qaror loyihasi tasdiqlangan va komissiya raisi o'rinbosari, komissiya kotibi va tarkibi. Birinchi hammasi sessiyada ishtirok etishyapti. Agar qaror loyihasi bo'yicha savollar bo'lmasa, ushbu qaror loyihasini bu yerda tarkibga yangi a'zolar qo'shilyapti. Bo'lmaydi. Tarkibda bir 21 kishi bir tanishtirib o'tish kerak ekan. Bu yerda mana yoki yangi qo'shilganlarni chiqib ketganlarni yoki yangi qo'shilganlarni aytib o'tish kerak. Komissiya raisi loyihalarni qabullaydi. Rais o'rinbosari Tunov Abbos Saydullayev. Komissiya kotibligi Ergash va Abdulloh Mamadaliyevni. Ochilib Murodilla Amirdino'g'li komissiya a'zoligiga, Mahmudova Zilola Nabijonovna, Ziyoyev Lazbek Samandarovich, Qudratova Feruza Niyatxobirovna, Saidova Nodirabegim Muhammadjonovna, Qo'ziyev Bekzod Bekmurodovich, Bekova Mashhura Ishtemirovna, Qutliyeva Azima Ikramovna, Shodiyev Azizbek Zubaydullayevich, Hamrayev Humoyun Hamzayevich, Ko'chimov Sarvarbek Otabekova, Qo'chqarov Asqar Abdurahmonovna, Musulmonova Suroya Hamroqovna, Ibragimova Odilbegim Odilovna, Xolxo'jayeva Yulduz O'rolboyeva, Tagayeva Gulxaya Sadiqovna, Abdusattar va Alisher Abdusattarovni Ismoilova Shahodat Rahmatullayevlar komissiya a'zoligiga tavsiya etilyapti. Bu yerda demak hammasini xabari bor, to'g'rimi? Komissiya a'zolarini o'zgartirish kiritish bo'yicha. Komissiya a'zolari demak o'sha avval o'tgan safar ma'lum ish o'rni o'zgarishi va yashash joyi o'zgarishi bilan chiqqan o'rniga xuddi shunday ularning o'rniga kiritilgan. Yana boshqa fikrlar bormi komissiya tarkibi bo'yicha? Yo'q. Yo'q bo'lsa ushbu qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlarimiz qo'l ko'tarib ovoz berishdan rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 5-masala Kattaqo'rg'on shahrida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanish to'g'risida. Mazkur masala yuzasidan doimiy komissiya xulosasi bilan tanishtirish uchun so'z
Baxtiyor Nurdinov. Assalomu alaykum hurmatli sessiya ishtirokchilari. Kun tartibiga kiritilgan 5-masala yuzasidan doimiy komissiyaning xulosasini o'qib eshitiraman. Kattaqo'rg'on shahar hokimining birinchi o'rinbosari Zavqiyevning 2026-yil 13-iyuldagi bildirgi xatiga keltirilgan asoslar har tomonlama turgandir. Shahar infratuzilmasini rivojlantirish, aholi uchun qulay va zamonaviy sharoitlarni yaratish hamda mahallalarda ijtimoiy muhitni yaxshilash maqsadida Kattaqo'rg'on shahar infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan bir qator muhim loyihalarni moliyalashtirish yuzasidan bildirilgan takliflar ko'rib chiqildi va qo'llab-quvvatlandi. Jumladan Kattaqo'rg'on shahar hokimligi binosi old qismidagi yashil hududlarni muntazam sug'orish, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda obodonlashtirish ishlarining samaradorligini oshirish maqsadida suv saqlash havuzini tashkil etish uchun 20 million so'm mablag' ajratilish. Shuningdek, Ingichka shaharchasi Islom Shoir mahallasida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish hamda ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida bitta workout maydonchasi, bitta bolalar o'yingohi qurish va huduzni obodonlashtirish ishlari uchun 75 million so'm mablag' ajratish rejalashtirilgan. Bundan tashqari Chinobod mahallasi hududidagi Juma yo'li ko'chasida joylashgan 94, 96, 98-sonli ko'p qavatli uy-joylar atrofi hamda shahar ko'chalari infratuzilmasini yaxshilash ishlari uchun 79 million 120 ming so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Umuman olganda mazkur 3 ta loyiha uchun jami 174 million 120 ming so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, ushbu tashabbuslar shahar infratuzilmasini rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, mahallalarda sport va dam olish maskanlarini ko'paytirish hamda aholining yashash sharoitlarini yanada yaxshilashga qaratilgan. Yuqoridagilarga asoslanib, xalq deputatlar Kattaqo'rg'on shahar kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasi xulosa qiladi. Kattaqo'rg'on shahrida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanish to'g'risidagi tayyorlangan xalq deputat Kattaqo'rg'on shahar kengashining qaror loyihasini tasdiqlab berishga chorlaymiz. Qaror loyihasi bo'yicha takliflar bormi? Agar yo'q bo'lsa, qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlarimiz qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, ishtirokchilar yo'q, tasdiqlansin. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibiga kiritilganda va tegishli qarorlar qabul qilindi. So'z sessiya kotibi deputat Siddiqova Marhaba Ergashevga beriladi. Marhamat. Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasi tomonidan sessiya ishi yuzasidan axborot. Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining navbatdagi 25-sessiyasi 14-iyul 2026-yilda o'tkazildi. Sessiyada jami 16 nafar deputat ishtirok etdi. Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasida 5 ta masala ko'rib chiqildi. Kun tartibidagi masalalar bo'yicha mutasaddi rahbarlarning hisobotlari va axboroti eshitildi. Hisobotlar yuzasidan savollar berilib, muhokama qilindi. Shuningdek, muhokamalar natijasiga ko'ra tegishli qarorlar qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi oldin kelishib olingan tartibga binoan xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi sessiyasini tayyorlash ishlarini muvofiqlashtiradigan doimiy komissiyani belgilab olishimiz kerak. Navbatdagi sessiyani tayyorlash ishlarini korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi rahbarligida tayyorlash taklifi kiritiladi. Navbatdagi sessiyani tayyorlash bo'yicha boshqa taklif yoki fikrlar bormi? Agar yo'q bo'lsa, xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining 25-sessiyasini yopiq deb e'lon qilamiz.